Assalomu alaykum. Ilmiy-texnik axborot markazi tomonidan tayyorlangan farmatsevtika sohasidagi ilmiy va innovatsion ishlanmalar bo'yicha dayjest xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. Inson hujayralarida ilk bor mikroskopik 3D shakllar yaratildi. Sloveniya olimlari birinchi marta inson hujayrasida mikroskopik 3D shakllar yaratishga muvaffaq bo'ldilar. Bu uchun lazer asosida fotopolimer texnologiyasi qo'llanildi. Mikrostrukturalar hujayra sitoplazmasiga kiritildi va ikki fotonli lazer orqali shakllantirildi. Hajmi inson sochining 5 dan 1 ga teng bo'lgan mikroskopik sharlar, logotiplar va turli shakllar yaratildi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ba'zi mikrostrukturalar 24 soatdan ortiq tirik hujayra ichida saqlanishi mumkin. Bu texnologiya turli sohalarda qo'llanilishi mumkin. U ultrasellyular sensorlar va nazorat qurilmalarini yaratish imkonini beradi. Shuningdek, hujayra ichidagi jarayonlarni kuzatish va tahlil qilishda ham foydalaniladi. Kelajakda ushbu usuldan kichik mikromashinalar va dori moddalarining aniq joyga yetkazish tizimlarini yaratishda ham foydalanish mumkin. U ultrasellyular sensorlar va nazorat qurilmalarini yaratish imkonini beradi. Shuningdek, hujayra ichidagi jarayonlarni kuzatish va tahlil qilishda ham foydalaniladi. Kelajakda ushbu usuldan kichik mikromashinalar va dori moddalarining aniq joyga yetkazish tizimlarini yaratishda ham foydalanish mumkin. Sog'lom shakarni keng ishlab chiqish yo'li topildi. Amerikalik va hind olimlar tabiiy shakar tagatozani keng miqyosda ishlab chiqarish usulini yaratdi. Tagatoza oddiy shakarga o'xshab shirin bo'lsa-da, kaloriyasi 3 barobar kam va qonda glyukoza darajasini oshirmaydi. Shuning uchun u shakar kasalligi va metabolik buzilishlari bilan yashovchilar uchun xavfsiz hisoblanadi. Bundan tashqari, tagatoza og'iz bo'shlig'idagi zararli bakteriyalarni kamaytirish va karies jarayonlarini oldini olishda foydali ta'sir ko'rsatadi. Avval tagatoza ishlab chiqarish qimmat va murakkab bo'lgan. Bu esa uni keng miqyosda tarqalishiga to'sqinlik qilardi. Tadqiqotchilar maxsus ferment yordamida bakteriyalarni tagatoza ishlab chiqaruvchi mini fabrikaga aylantirdi. Bu jarayon mahsulot hozirdorligini taxminan 95% gacha oshirish imkonini beradi. Bu esa hozirgi sanoat ko'rsatkichidan ancha yuqori. Inson o'pkasining mini nusxasi yaratildi. Britaniyalik va shvetsariyalik olimlar birinchi marta inson o'pkasining aniq mini modelini maxsus chipda yaratishga muvaffaq bo'ldi. Bu model inson tana funksiyasining aniq taqlid etadi va aynan bir odamning hujayralaridan yaratilgan, ya'ni u genetik jihatdan yagona va to'g'ri ishlaydi. Yangi tizim o'pka chip deb nomlanadi. U nafaqat o'pkadagi gaz almashuv va mikrohavo harakati, balki nafas olish jarayonini ham mexanik tarzda imitatsiya qiladi. Modellash jarayonida olimlar o'pka hujayralari bilan birga immun tizimining hujayralarini ham qo'shib, tuberkulyoz bakteriyasini yubordilar. Shu orqali ular kasallikdagi dastlabki avval aniqlanmaydigan bosqichlarni real vaqt rejimida kuzatib bordi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bu texnologiya bilan qaysi dori-darmonlar yoki davolash usuli samaraliroq ekanligini shaxsiy genetik profilda sinash mumkin bo'ladi. Bu esa personalizatsiyalangan tibbiyotni yangi bosqichga olib chiqadi. Kelajakda ushbu usul gripp, COVID yoki o'pkadagi saraton kabi boshqa kasalliklarni o'rganishda ham qo'llanishi kutilmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.